Tug'ishganlardan qadr baland bo'lgan taqvodor birodarim, salomatmisiz? Qiyomatim qoyim bo'lmasidan oldin bir gapni aytib qo'yay. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Sizni menga uchratgan zotga hamdlar aytamanki, barchasi uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Meni ko'p bora xayrli ishlarga dalolat qildingiz. Ey birodarim, men mahshargohda siz bilan yonma-yon nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solih bandalar qatorida tirilishni istayman. Hech bir soya yo'q kunda siz bilan birga Allohning arshi soyasida turishni xohlayman. Allohdan ikkimizni jannatda qo'shni qilishini so'rayman. Vallohi ba'zida jannatda birgalikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ziyoratlariga borayotganimizni, siz u zotning o'ng tomonlarida, men esa chap taraflarida o'tirib, u kishi bilan suhbatlashayotganimizni tasavvur qilaman. Go'yo Rasululloh bizni Ansor va muhojirlarni birodar tutuntirganlaridek jannatda qaytadan birodar qilib qo'yyaptilar. Subhanalloh. Ey qiyomatli birodarim, hali bu dunyodan eson-omon o'tib olamiz. Chekkan g'amlarimizni, ko'rgan musibatlarimizni kulib eslashamiz. Hali jannat darvozalaridan abadiyat tomon kirayotganimizda bir-birimizga tabassumla qarab qo'yamiz inshaalloh. Sizdan iltimos, meni yaxshilikka buyuring, yomonlikdan qaytaring, adashsam tuzating, unutsam eslating, xato qilsam ko'ying, haddan oshsam to'xtating. Gaplar ko'p bo'lgan, amal oz bo'lgan bu zamonda qalblar sizdek solih birodarlarga muhtoj.